Tayyor holatdagi Nexia 1 sotiladi. Zo'r holatdagi tayyor holatdagi Nexia 1. Yili 2006-yil. Metan gazi 100lik pozitsiyasi lyuks variant. Sosteniyasi zo'r holatda, sosteniyasi 4 ta balon yangi, toza balon qo'yilgan. Mashinada gram rasxod yo'q. Ko'rinishlari mashinaning ichi sirti bari cho'tki turgan mashina. Bahasi 37 million so'm aytiladi. Az-maz qaytib beramiz ustidan. Mejigar hamma narsa qo'yilgan. Mashinaga 4 oyna konopka, ichining salonlari taxlangan. Bahasi 37 million so'm az-maz kelishib beramiz. Mashina Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida turibdi. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar. Bir like bosishni unutmanglar. Bundan ham arzon mashinalar qo'yishda davom etamiz. Mashinamiz Sonstrom bo'lar motorlari.